Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar, biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va har kun chiqayotgan videoga like, komment yozib qoldirsangiz, biz aynan ortada kommentariy orqali g'olibimizni aniqlaymiz. Men mana bu videoning ssilkasini saqlanib qilib olaman o'rtoqlar. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Xo'p, davom etish. 16 ta odam komment yozib qoldiribdi. Bu yerdan winner ustiga bosib qoldiramiz. G'olib o'rtoqlar, mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyutuqlarni payr hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda sayt ro'yxatini o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Sayt ko'rinishi o'rtoqlar xuddi shu ko'rinishga ega. Bu yerda sayt haqida ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun bu yerdan Nachat degan tuman ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Bu yerdan registratsiyani ustiga bosish kerak va mana bu bo'limlarni to'ldirasizlar va mana bu yerdagi registratsiya degan tuman ustiga bossanglar oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman. O'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerga qarasanglar o'rtoqlar, 6 ta bo'lim mavjud va tepada menyu bo'limi ham mavjud o'rtoqlar. Kelinglar birinchi menyu bo'limini ko'rib chiqamiz. Ustiga bosasizlar. Bu yerda o'rtoqlar panel instrument, strategiya, bu yerda направление, bu yerda настройка va выйти, ya'ni akkauntdan chiqib ketish bo'limlari mavjud. Настройкani hamma biladi. Направление program nima deydi? Referalniy programma, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar strategiya va panel instrument bo'limi qoldi. Bu yerdan eng muhim joyi mana shu panel instrument hisoblanadi. Ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerga qarasanglar o'rtoqlar, инвестировать кошелек, брокерский кошелек va текущая investitsiya va общий доход oynalari bor. Bu yerda o'rtoqlar pastda perdacha, bu yerda strategiya va направление bo'limlari bu yerda ham bor. Saytda o'rtoqlar biz o'zi qanday qilib pul ushlab boramiz? Pastroqqa tushsanglar o'rtoqlar, bu yerdan инвестировать сейчас degan tugma bor, ustiga bosasizlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar qaranglar. Mana bu strategiyaga pul kiritadigan bo'lsak, biza 279% gacha dohod olishimiz mumkin bo'lar ekan 7 kunda. Minimalniy investitsiya bunga o'rtoqlar 20 USD ekan o'rtoqlar. Bu yerda boshqa strategiya bor. Buning minimalniy investitsiyasi $30 ekan. Bu bizga 499% gacha daromad olib kelishi mumkin ekan. Bu yerda o'rtoqlar boshqa strategiyalar va yana boshqa strategiyalar mavjud o'rtoqlar. Bizning hozir balansimizda 20 USD pulimiz bor. Biz eng kichkina mana bu strategiyaga pul kiritib ko'ramiz o'rtoqlar. Investitsiya qilish uchun bu yerdan ustiga bir marta shunday bosamiz. Xo'p, ozroq kutamiz o'rtoqlar. Mana bu yerdan bemalol foizlarni, dohodlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushamiz o'rtoqlar. Bu yerda minimal investitsiya 20 USD, maksimal investitsiya 50 USD ekan o'rtoqlar. Bu yerda mana bu yerga 20 USD kiritamiz va bu yerdan Initiate сейчас degan tuman ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, ozroq kutamiz. Initiate успешно bo'ldi o'rtoqlar. Endi mana orderimiz ochildi. Endi bir marta panel instrument bo'limiga qaytamiz va pastroqqa tushib qarasanglar, uje mana o'rtoqlar. Bu yerda bizda strategiya mana investitsiya qilinganini ko'rsatmoqda. Xo'p, xuddi shunaqa qilib saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin. Bu yerda o'rtoqlar kunlik zadaniyalar mavjud. Ya'ni masalan saytga har kuni kirib 0.08 USD pul ushlab borsanglar bo'ladi. Xo'p,
qolgan vazifalarni ham bajarsa bo'ladi o'rtoqlar. Masalan, bu yerdan registratsiya degan tuman, registrировать degan tuman ustiga bosishsa bo'ldi o'rtoqlar, mana завершение bo'ldi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar endi mana общий доходimizda $1.20 ekan, ya'ni kunlik daromadimiz biz $1.20 ekan. Bu pullarni o'rtoqlar endi qanday qilib chiqarib olishimiz mumkin? Pul chiqarish bilan endi pul to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarish uchun bu yerdan ответ degan tuman ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar Web20 ga, TRS20, TRX va BNB ga pul yechib olsanglar bo'ladi. Men hozir Web20 ga yechmoqchiman, ustiga bosasizlar. Mana bu yerga adresini kiritasizlar birinchi bo'limiga. Bu yerga summani kiritasizlar. Parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni bergan kiritib o'tishingiz kerak. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Xo'p o'rtoqlar, mana men bo'limlarni to'ldirib bo'ldim. Bu yerdan endi подтвердить degan tuman ustiga bosib qo'yamiz. Ozroq kutsaylik, mana успешно снят средства. Bizning pullarimiz chiqib ketdi. Bu sayt o'rtoqlar uzog'i 1 minut yoki 2 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Xo'p, pullarimiz kelib tushguniga qadar endi sizlar bilan pul to'ldirishni ko'rib tursanglar. Pul to'ldirish uchun bu yerdan перезарядка degan tuman ustiga bosib qoldiramiz. Biz o'rtoqlar Web20, TRS20, TRX va BNB yo'nalishlaridan pul to'ldirsanglar bo'lar ekan. Menga hamma yo'nalish qulay o'rtoqlar. Mana shu Web20 ni tanlaymiz. Xohlasam o'rtoqlar mana buni skanner qilib tashlashim mumkin, xohlasam mana bu adresga pul tashlashim mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa. Mana shu saytdagi o'zimning shaxsiy hamyonim hisoblanadi. Masalan, men minimalniy investitsiya qilmoqchiman. Mana shu hamyonga pul tashlab bo'ldim. Pul tashlab bo'lganimdan so'ng saytga qaytib mana bu yerdagi перезарядка завершение degan tuman ustiga bosib qo'yishim kerak. 3 minut ichida saytga tushirib beradi o'rtoqlar. Juda ham oddiy. Men o'rtoqlar Binance, Bitget, Payeer xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsam bo'ladi. Juda ham oddiy. Uje bizani chiqargan pullarimiz hamyonimizga yetib bordi. Aynan Bitget hamyonimga pul chiqargandim o'rtoqlar. Cheklarni Special Money Telegram kanalimizga yuklab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rib olishlaring mumkin. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash, hammasi tushunarli bo'lsa, sayt ssilkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.